xohishimga qarab uyimning interyerini rangini menga to'g'rilab berish kerak. Uyim skromni ko'rinsin davomli qanaqa ranglar kerak menga? O'zi ranglarni o'zini sinfidan oladigan bo'lsangiz, to'qroq kapuchinoga ochroq kapuchino, to'qroq seriyaga ochroq kulrang qiladigan bo'lsangiz, o'zidan kombinatsiyani chiqarganingizga skromli ko'rinadi. Uyim bagati ko'rinsin davomli. Qimmatbaho ko'rinishligi uchun o'ziga yarasha qimmatbaho ranglar bor. Masalan, zaytun rangi yoniga bejli qo'yish mumkin. Yokida to'q ko'kka yoniga bir jemchujinni qilish mumkin. Och bilan to'qqa kontrast qilib mix qiladigan bo'lsangiz, aralashtirib, o'shanda roskoshniy va bagati ko'rinadi. Yevropeyskiy необычный bo'lsin davomli uyim. Yevropeyskiy ranglarda endi tabga qarab ishlatishadi, o'zini yo'nalishiga qarab turib, odatda och ranglardan foydalaniladi. Och ranglar, to'q ranglarning ham o'ziga yarasha me'yori bor. Och rangda ortiqcha detallar sirazi ko'zga tashlanib qoladi. Haqiqiy o'zbekona uylar uchun. O'zimizning milliy o'zbekona uylar uchun ranglarda umuman muammo yo'q. Lekin bitta sababi bor. O'zini o'sha ko'rinishini, detal ornamentlar bor-ku, o'shalarni saqlab qolib turib, ranglarda har xil ranglar beradigan bo'lsa, o'zimizning asliyatimizni, o'zimizning eski shu milliyligimizni saqlab qolgan bo'lamiz. Chunki hozirgi kunda ko'p xonadonlar bizning milliylikdan chiqib turib Yevropaga taqlid qilib ketyapti. Bu ham esdan chiqishimizga sababchi bo'ladi. Xuddi shunaqa dizayn bo'lish ko'proq ma'lumot olmoqchiman. Bizda nafaqat dizayn, qurilish, planirovkalar ham bor. Agar uyingizni remont qildirmoqchi bo'lsangiz, obunani bosib murojaat qilsangiz bo'ladi.